Assalomu alaykum. Mana men hozir Umid mahallasida yashovchi Sunnat Manzura xonadoniga keldim. Bu kishi mahalla loyihasidan kredit chiqartirib chorva yo'nalishi bo'yicha chorva qilgan. Undan tashqari yana daromadi parranda boqish bilan ham shug'ullanadi. Qo'shimcha daromadi issiqxona, tomorqada. Hozir mana parrandalar. Tomorqadan ham olgan kreditdan ham unumli foydalanib kelmoqda. Hozir issiqxonasiga kiramiz. Issiqxonani ichida mana limon ko'chatlari bor ekan. Limonlar biram yaxshi bo'lib bo'lsa, mana pishib hosilga kiribdi. Oy. Mana hosillar, limonlar pishib ayni yetilgan vaqtida.